Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana birodarlar, o'sha test topshiriladigan saytga kirgandan keyin ikkita katay bo'ladi. Ikkalasiga ham ariza raqaminglarni kiritasizlar. Ariza raqaminglarni kiritgandan keyin pastda tajjilu duxul degan knopkani bosib kirasizlar. Ariza raqamini Madina Islom universitetini saytidan o'zingizlarning akkauntingizlarga kirganda raqamut tajjil degan joy bor. Mana hozir ko'rsatamiz. Mana shu joydagi raqamni olasizlar. Mana shu ariza raqam bo'ladi. O'shani kiritganimizdan keyin tajjilu duxulni bosib kiramiz va saytga kiradi. Mana shu saytga kirgandan keyin o'zi hammada bitta bosiladigan joy bo'ladi. Hozir bu yerda ikkita bo'lib qolibdi. Bitta bosiladigan joy o'sha 2023 deb yozib qo'yadi. Ixtibor, ya'ni exam deb qo'yadi. O'shani ustiga bosasizlar. Bosganinglardan keyin new test degan yozuv chiqishi kerak sizlarda. O'sha new test chiqsa, o'shani ustiga bosasizlar. Agar kimda chiqmasa, update qilib olib, o'sha chiqqandan keyin new test ustiga bosasizlar. Bosganinglarda o'sha yangi sizlar uchun saytga joylangan testni ma'lumotlari chiqadi va pastda o'sha testni boshlashlik uchun ko'k bilan yozilgan silka bor, yozuv. O'shani ustiga bosishinglar kerak. Shunda testga kiradi. Bu bosganinglardan keyin ham o'sha test to'g'risidagi qoidalarni keltirib o'tgan mana 100 ta savol bo'lishi, 3 ta qismga iborat va 85 daqiqa berilishligi haqida shunga o'xshagan ma'lumotlar bor. Keyin pastda ikkita tugma bor. Ilg'oul amr degani bor. Buni bosib yormanglar. Agar buni bossanglar, qayta testga kira olmasligingiz mumkin. Uni yonidagi bad degani bor. Chap tarafda turadi. O'sha bad degani bossanglar, bu boshlash, testni boshlashga buyruq berasizlar. Uni bosgandan keyin mana o'sha test boshlandi. Mana shu yerda tepada ham vaqt ketyapti o'zi. Qancha vaqt qolganini ko'rsatib turadi va sizlar qancha ishlaganinglar tepadagi yurib borayotgan narsadan ko'rib tursanglar bo'ladi, ya'ni to'lganligidan. Mana bu yerda savollarni ko'radigan bo'lsak, 3 ta qismga bo'lingan savollar. Birinchi qismda fahmul masmu', ya'ni eshitib turib, o'sha eshitgan audioingizdan o'sha audioga ko'ra to'g'ri javobni belgilash kerak. Ya'ni sizni eshitishlik qobiliyatingizni sinaydigan qismdagi savollar bular. O'sha fahmul masmu' deb ataladi. Hozir mana qo'yib eshittiramiz. Misol uchun ko'rib olasizlarda. Hozir. Mana. فندق السلام يرحب بكم. كيف يمكنني خدمتك؟ Xo'p, mana shu tarzda fahmul masmu' savollariga javob beriladi. Mana rasmlardan muvofiq to'g'risi tanlanadi. Undan keyingi ikkinchi qismda qiroa bo'ladi, ya'ni tekst, matnlar bo'ladi. O'sha matnlarni o'qib chiqib, o'sha matnlarga muvofiq keladigan to'g'ri javobni belgilashinglar kerak. Pastda keladigan savollardan. Bu ham nechtadir matn beriladi? 3 ta edi adashmasam. O'sha 3 ta matnga doir qanchadir ham savol bo'ladi. O'sha savollarga matndagi to'g'ri javoblarni belgilashinglar kerak bo'ladi. O'zingizlar tushunganinglarcha. Shunga qarab sizlarning darajalaringizni aniqlab beradi. Eshitish bo'yicha, o'qish bo'yicha va 3-chi qism tarkibat mufradot deyiladi. Bu arab tilidan xabar borlar bilsa kerak. Shu bo'yicha ham savollarga javob beriladi. Mana endi oxirgi savollarga javob berganimizdan keyin 99, mana 100-savolga javob bergandan keyin e'tibor qilsanglar, chap tarafda tepada har bitta savolni belgilagandan keyin saqlanib bo'lib keladi. Shuning uchun pastdagi ikkita knopkadan hifzu kaffati bil ajaba degani hamma javoblarni saqlanib qilish degani. Uni bosish shart emas, chunki avtomatik o'zi saqlanib bo'ladi. O'shaning uchun sizlar hifz va irsalni bosasizlar. Mana shuni bossanglar sizlarga haqiqatda o'sha javoblarni saqlanib qilib jo'natasanmi degan mazmundagi savol chiqadi. OKni bosasizlar. Buni bosishinglar bilan sizlarni belgilagan javobinglar uzatiladi, ularga ketadi va ekranda mana shunaqa oyna chiqadi. Ya'ni nechta savolga, yo'q, bu yerda o'sha qancha vaqtda javob berganinglar haqidagi ma'lumotlar keladi. Endi sizlar mana shu yerda o'zida ham javobni bilib olishinglar mumkin. Ya'ni nechta savolga to'g'ri javob berganinglarni bilishinglar uchun chap tarafda tepadagi oynani strelkani bossanglar, o'sha yerda pastdan oxirgidan
bitta tepadagi sterilkani bossanglar, sizlarga qancha javob testdan necha ball olganinglarni ko'rsatib beradi. Mana shu olgan ballinglarga qarab keyinchalik qabul bo'lsanglar arab tili darajasiga qo'yiladi.